torfelli bo'lsa, ham o'ziga, ham o'zgalarga azob beradi. Endi o'zing o'tkaz, katta bola bo'lding. Yo'q, o'rganamiz. Xudo xohlasa. Jon oyoq kiyim sarf qilyapti. Ya shuyla oldik-ku. Men bilmasam, 1-2 kun kiyib tur o'g'lim. og'rityapti-da. Qarash, bitta narsa aytaman. Shu og'ritayotgan holatda qancha vaqt kiyib yura olasan? 3-4 soat uzoq. Yechsang keyin Rohat bo'ladi. rohat. Chunki oyoq kiyim qisganda noqulay, ham og'riq, ham tirnoqlar ham ichga o'sib ketishi mumkin, to'g'rimi? Qara, shu yerdan senga nasihat. Torfellik ham shunaqa narsada, inson qanchalar hamma mayda-chudalargacha e'tibor beradigan torfelli bo'lsa, ham o'ziga, ham o'zgalarga xuddi oyoq kiyim qisganday azob beradi. O'zgalar-ku fe'ling qursin deb qutular, lekin o'zi bir umr shu tartibni, bir narsalarni saqlayman deb qiynalib ketadi. Unday odamlarga yashash qiyin bo'ladi. Shuning uchun ayniqsa erkak kishini fe'li juda ham keng bo'lishi kerak. Mayda-chuda narsalarga e'tibor bermaslik kerak. Salgina bag'ri kengroq bo'lsak, o'zgalarni ham hurmat qilsak, yashash bir muncha oson bo'lardi menimcha.